Kelajagida endi ayniqsa yoshlarimiz bilan muhtaram prezidentimiz ham mana shu narsaga bizni hammamizni undayot qilib o'zini hissasini qo'shadigan farzandlar katta bo'lsin deb to'g'risi havas bilan niyat qildim. Muhtaram prezidentimizni mana shu eng asosiy niyatlari har bir mana shu sportni yaxshi ko'rgan jajji farzandlarini olimpiya shohsupalarida ko'rishni mana shu otaxon-onaxonlarimizdan so'rab qolamiz. Duo qilinglar mana shu jajji yigitlarimizni, qizlarimizni Xudo xolasa muhtaram prezidentimiz bilan birgalikda sizlar yutuqlarini ko'rib, bu yutuqlar davomli bo'lishini Xudodan so'rab qolamiz. Hammalaringni ko'rib, boksga bo'lgan ishtiyoqlaringni ko'rib biz xursand bo'lyapmiz. Hozir mana muhtaram prezidentimizga borib albatta yetkazamiz. Lekin ularning niyatlari men sizlarga yetkazsam, Jizzaxdan ham olimpiya chempionlari chiqsin deb niyat qilaman. O'zbekiston chempion! O'zbekiston chempion!